Boshlang. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Nima demoqchiman? Mana shu uzoq yurtda, ya'ni o'sha uydan uzoq yurtda ishlab yurgan aka-ukalar uyga bir telefon qilib, "Onajon, men yaxshi ishlab yuribman. Xudo xolasa yaqin kunlarda boraman. Onajon, o'zingizni ehtiyot qiling. Baxtimizga sog' bo'ling. Dadamni ehtiyot qiling. Onajon" deb bittagina telefon, agar bir telefon zvoni qilib qo'ysangizlar, malol kelmasa. Toklar ekdim, uzumlari bolamga deb, qator uylar qildim bolamga deb, qo'ylar so'yib, to'ylar qildim bolamga deb. Ayting do'stlar, nima qildim onamga deb. Bozorlardan ro'mol oldim, oppog'idan suygan yorimga deb. Bozorlardan paypoq oldim, yumshog'idan bolamga deb. Ayting do'stlar, nima qildim onamga deb. 70 yulduz yig'ilib, yarim oycha bo'lolmas, 7 yanga to'planib yig'ilib, bitta ona bo'lolmas. Ona tirik eshikka g'urbat yaqin yura olmas. Aziz musofirda yurgan do'stlarim, ya'ni uydan ishlayib yurgan aka-ukalarim, do'stlarim, bir og'iz, "Onajon, men yaxshi yuribman, men sog' salomatman, onajon, o'zingiz ehtiyot qiling. Xudo xolasa yaqinda boraman." Bir telefon bilan mening iltimosim shu. Do'stlar, jigarlar,